Diqqat. Aziz otaxonlar va onaxonlar, bugun men sizlarga shunday bir xabar olib keldimki, uni eshitib, yuragim orqaga tortib ketdi. O'zbekiston Oliy Majlisida birinchi o'qishdan o'tgan yangi qonun loyihasi rasmiy ishlovchi pensionerlarning pensiyasini to'liq, ya'ni 100% to'xtatib qo'yishni ko'zda tutadi. Bu sizning hayotingizga, sizning dasturxoningizga, sizning dorixonaga boradigan pulingizga tegadigan masala. Men Rustam Nuriddinov, pensionerlar huquqini himoya qiluvchi yurist va advokatman. Bugun men sizga bu qonun nima deydi, kim xavf ostida, kim zarar ko'radi va eng asosiysi sizning o'zingizni va oilangizni qanday himoya qilish kerakligini batafsil tushuntiraman. Agar siz rasmiy ishlayotgan pensioner bo'lsangiz yoki yaqinlaringiz shunday bo'lsa, bu rolikni oxirigacha ko'ring, chunki bu ma'lumot sizga millionlab so'm saqlab qolishga yordam beradi. O'tiring, diqqat bilan eshiting. Bu sizning pulingiz haqida. Bilasizmi, hozir O'zbekistonda 4.200.000 nafardan ortiq pensioner pensiya jamg'armasi orqali pensiya oladi. Ular orasida rasmiy ishlayotgan keksalar ham bor. Ana shu kishilarning huquqi bugun tahdid ostida. Parlamentda muhokama qilinayotgan loyiha rasmiy ish joyi bor ekan, davlat yordami kerak emas degan mantiqqa asoslanmoqda. Men sizga ochiq aytaman, bu mantiq adolatsiz, bu mantiq noto'g'ri va siz bu haqda bilishingiz shart. Aziz otaxon, aziz onaxon, men sizga savol beray, siz nima uchun pensiyaga chiqib, yana dvornik bo'lib, qorovul bo'lib yoki maktabda farrosh bo'lib ishlayapsiz? Bu sizning xohishingiz emas, bu zarurat. 1 million so'mlik pensiya bilan va uncha katta bo'lmagan pensiyalar ko'p, dorini olib bo'lmaydi, kommunal to'lovlarni to'lab bo'lmaydi, nevarangizga kiyim sotib olib bo'lmaydi. Siz 30 yil, 40 yil, ba'zilaringiz 50 yil ishladingiz. Jazirama issiqda paxta terdingiz, zavodlarda ter to'kdingiz, bolalarimizni o'qitdingiz, bemorlarni davoladingiz. Qo'llaringizdagi qadoqlar bu sizning davlat oldidagi xizmatingizning belgisi. Va endi davlat sizga sen ishla, ammo pensiyani olma demoqchi. Bu adolatmi? Men sizga ochiq aytaman, yo'q. Bu mutlaqo adolatsizlik. Siz o'sha 50-60 yil avval yoshligingizda davlatga bu pensiyani va'da bergansan deb ishlagansiz, ijtimoiy sug'urta badallarini to'lagansiz, kasba yillari tuprog'ingizga singdirilgan. Bu pul davlat bergan sovg'a emas, bu sizning o'z mehnatingizning mevasi. Va hozir deputatlar stolda o'tirib, u ishlayapti, demak yordam kerak emas deya muhokama qilishmoqda. Va ular bir kunda sizcha ishladimi? Ular jaziramada ter to'kdimi? Shu savolni o'zingizga bering. Va mana shu adolatsizlikka qarshi biz birlashishimiz kerak. Aziz do'stlar, sizlarni bir narsaga chaqiraman. Izohlarga yozing. Sizning ish stajingiz necha yil? Qaysi kasbda ishlagansiz? Birinchi pensiyangiz qancha bo'lgan? Bu savol bekorga emas. Sizning javoblaringiz va tajribangiz boshqalarga yordam beradi, ushbu muammoni keng jamoatchilikka yetkazishga xizmat qiladi. Izohlarda faol bo'ling, sizning ovozingiz muhim. Aziz otaxonlar va onaxonlar, agar siz hozir bu kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, o'ziroq obuna tugmasini bosing. Nima uchun? Chunki bu qonun loyihasi hozircha birinchi o'qishdan o'tgan, ya'ni ish hali tugamagan. U ikkinchi o'qishdan o'tishi, senatda ma'qullanishi va prezident imzosi kerak. Var bir bosqichda o'zgarish bo'lishi mumkin. Men var bir yangilikni kuzatib boraman va sizga birinchi bo'lib xabar beraman. Agar obuna bo'lmasangiz, buni o'tkazib yuborasiz va vaqti-vaqtida o'z huquqingizni himoya qila olmasdan qolasiz. Qonunni bilmaslik pulni yo'qotishga olib keladi. Biz esa sizning yuridik himoyangizmiz. Bu kanal siz uchun, keksa avlod uchun, umrini mehnatga bag'ishlagan insonlar uchun yaratilgan. Har hafta biz yangi qonun o'zgarishlari, pensiya miqdorlari, huquqiy yo'riqnomalar va amaliy maslahatlar beramiz. Obuna bo'ling, qo'ng'iroqcha belgisini yoqing va biz bilan qoling. Sizning oila a'zolaringizga, qo'ni-qo'shnilaringizga, do'stlaringizga ham ayting. Bu ma'lumot ularga ham kerak bo'ladi. Birgalikda biz kuchliroqmiz, birgalikda biz o'z huquqimizni himoya qila olamiz. Eslang, qadrli otaxonlar, o'tgan davrlarda sobiq ittifoq zamonida pensionerlarning ishlashiga nafaqat ruxsat berilar, balki ular rag'batlantirilar edi. Nima uchun? Chunki davlat tushunar edi, tajribali kishilar bu oltin. Ularning bilimi, malakasi va hayoti tajribasi yosh avlodga beqiyos yordam beradi. 30 yil ustaxonada ishlagan usta uning o'rnini yosh shogird 5 yilda o'rgana olmaydi. 50-yillarda, 60-yillarda, to 80-yillarda ishlovchi pensionerga alohida hurmat bor edi.
ularga ish joyi berilar, ish haqi to'lanar va pensiyalari ham to'liq saqlanar edi. Bu davlatning oqilona siyosati edi. Mustaqillikning dastlabki yillarida vam ishlovchi pensionerlar masalasida bir necha marta ijobiy o'zgarishlar bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi parlamenti tomonidan 2020-yillarning boshida pensionerlardan pensiyaning 50%ni ushlab qolish amaliyoti bekor qilindi va ularga to'liq pensiya to'lash joriy etildi. Bu ijobiy qadam edi va ana endi bir necha yillar o'tib yana eski muammo yangi libosda paydo bo'lmoqda. Taraqqiyot o'rniga orqaga qadam bu nega bo'lmoqda? Davlat pensiya jamg'armasidagi moliyaviy bosim, aholining keksayishi, ish qilayotgan pensionerlar sonining oshishi, bularning barchasi davlatni tejash usullarini izlashga majbur qilmoqda. Ammo tejash eng zaif, eng muhtoj tabaqa orqasidan emas. Raqamlashtirish va byurokratiya masalasida ham alohida to'xtalib o'tishim kerak. 30 yil avval siz pensiyaga chiqish uchun bir idoraga bordingiz, 2-3 hujjat topshirdingiz va pensiyangiz tayinlandi. Bugunchi, bugun raqamlashgan tizimda arxivlardagi hujjatlar to'liq yig'ilmagan holda rad javobi olish, ish stajini isbotlash uchun 10 yilgi yozishmalar, turli vakolatli idoralarga bir murojaat, bularning barchasi sizning vaqtingizni, asabingizni oladi. Endi esa yana yangi to'siq, ish joyi borligi uchun pensiyasiz qolish xavfi. Bu adolatli emas. Endi aniq gapiraylik. Bu qonun loyihasining asl mohiyati nima? Rasmiy ishlovchi pensionerlarga, ya'ni mehnat daftarchasida rasmiy ish joyi bor, ish haqi olayotgan pensiyani to'xtatish ko'zda tutilmoqda. Deputatlarning mantig'i shunday: odam ishlayapti, ish haqi olayapti, demak davlat yordami kerak emas. Ammo bu mantiq noto'g'ri, chunki ishlovchi pensionerlarning katta qismi maosh miqdori juda kam ish joylarida dvornik, qorovul, farosh, boqichi, transporti xodimi kabi lavozimlarda ishlayapti. Xavf zonasida kimlar? Birinchidan, yoshi ulug' maktab o'qituvchilari va tarbiyachilar. Ular pensiyaga chiqib, ish tajribasini ulash uchun yoki o'zgina ko'proq daromad olish uchun maktabda yoki bog'chada ishlashni davom ettirmoqda. Ikkinchidan, tibbiyot xodimlari, ya'ni hamshiralar, feldsherlar, vrachlar. Uchinchidan, qishloq xo'jaligida, dehqonchilikda rasmiy band bo'lgan keksalar, ya'ni dehqonlar. To'rtinchidan, jamoat xizmatchilari, ko'cha faroshlari, uy faroshlari, oshpazlar, santexniklar. Beshinchidan, kichik tijorat bilan shug'ullanayotgan rasmiy solih to'lovchi pensionerlar. Kim plyusda bo'ladi bu qonundan? Davlat byudjeti va faqat davlat byudjeti. Hisoblab chiqaylik. Agar bir pensionerga o'rtacha 1.400.000 so'm pensiya to'lanayotgan bo'lsa va ishlovchi pensionerlar sonini 200.000 deb faraz qilsak, bu yiliga 3.600.000.000 so'mga yaqin mablag'ni davlat byudjetiga tejash degani. Davlat uchun raqam katta. Ammo bu mablag'ni tejash uchun nima qurbon qilinishi odamlar? Tirik insonlar. Sizning otangiz, onangiz, boboyingiz, momoyingiz. Yana bir jihat, ba'zi toifalar allaqachon 100% pensiya olish huquqiga ega. Masalan, shifokorlar, urush nogironlari va ishtirokchilari, ikkinchi jahon urushi veteranlari va ularga tenglashtirilgan shaxslar. Ammo oddiy ishlovchi pensionerlar uchun bu imtiyoz cheklangan. Endi esa loyiha hatto oddiy ishlovchilarga to'liq to'xtatib qo'yish imkonini ko'zda tutadi. Bu katta tanazzul. Aziz do'stlar, endi men sizga tajribali yurist sifatida 5 ta aniq amaliy qadam beraman. Bu checklistni eslab qoling, yozib oling, telefoningizga surat oling. Birinchi qadam, rasmiy manbalarni kuzating. Bu qonun loyihasi hozircha faqat birinchi o'qishdan o'tgan. Uning qabul qilinishi uchun Oliy Majlis Qonunchilik palatasida ikkinchi o'qishdan o'tishi, Senat tomonidan ma'qullanishi va O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan imzolanishi shart. Shuning uchun vazir vahima qilishning hojati yo'q, lekin kuzatishni to'xtatish ham yaramaydi. Rasmiy manba parliament.gov.uz va lex.uz saytlari. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tayyor tuting. Agar kunlarning birida ushbu qonun qabul qilinsa, sizga tanlov kerak bo'ladi, yoki rasmiy ishdan ketasiz yoki pensiyani yo'qotasiz. Ushbu tanlovda sizga kerak bo'ladigan hujjatlar: pasport, mehnat daftarchasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya jamg'armasi hisob varaqasidan ko'chirma. Shu hujjatlarni doim tayyor tuting. Uchinchi qadam, pensiya jamg'armasi tuman bo'limiga boring. Manzil, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi tashkiloti. Borguningizda o'zingizning pensiya hisobingiz holatini, ish stajingizni aniqlashtiring.
hozirgi pensiya miqdoringizni va mehnat daftarchasidagi barcha yozuvlarning rasmiy tizimda aks etganligini tekshirib oling. Agar yozuvlar to'liq emas bo'lsa, arxivdan tasdiqnoma oling. Xabarnomani 2 nusxada yozing. Bittasi idorada qoladi, bittasi sizda. 4-qadam my.gov.uz portalidan foydalaning. Bugun O'zbekistonda ko'plab ijtimoiy xizmatlar raqamlashtirilgan. Portal orqali siz o'z pensiya hisobingiz holatini ko'rishingiz, arz berishingiz va o'z arizalaringizni kuzatishingiz mumkin. Agar portal bilan ishlashda qiynalsangiz, yashash joyi bo'yicha davlat xizmatlari uyi, ya'ni MFC ga boring, ular sizga bepul yordam beradi. 5-qadam yuridik maslahat oling. Agar ish joyingizdan bo'shash yoki pensiyadan voz kechish masalasida qiynalsangiz, shaxsiy holatingizni baholash uchun yuristga murojaat qiling. Bir xil maslahat hammaga yoqmaydi. Har kim o'z hayotiy vaziyatiga ko'ra harakat qilishi kerak. Yuridik maslahat bu sizning huquqingiz va u ko'p hollarda beplatlar, masalan, huquqiy yordam markazlari orqali. Shu kanalda ham biz doim maslahat beramiz. Izohlarda savollaringizni yozing. Aziz do'stlar, aziz otaxonlar va onaxonlar, bugun biz juda muhim mavzu ishlovchi pensionerlarning huquqi va Oliy Majlisda muhokama qilinayotgan qonun loyihasi haqida gaplashdik. Ushbu qonun loyihasini to'xtatish yoki o'zgartirish hali mumkin, chunki u birinchi o'qishdan o'tgan, xolos. Jamoatchilik fikri, vakolatli idoralarga yozilgan arizalar, yuridik tahlillar, bularning barchasi natija bera oladi. Yana shuni eslatib o'taman, 30-50 yillik mehnat stajini orqasida olib yurgan insonlar davlatdan pensiya olishga to'liq haqli. Bu ularning konstitutsiyaviy huquqi. Fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonun ularga bu huquqni kafolatlagan. Hech qanday yangi loyiha bu kafolatni bekor qila olmaydi. Jamoatchilik aktivligi bo'lsa. Men sizlardan so'raman, sizning fikringizcha rasmiy ishlovchi pensionerdan pensiyasini olish adolatlimi? Izohlarga yozing, va adolatli yoki yo'q adolatsiz deb. Sizning ovozingiz bu jamoatchilik fikri va jamoatchilik fikri bu kuch. Men har bir izohni o'qiyman, har bir savolga javob berishga harakat qilaman. Bu rolikni yoqtirgan bo'lsangiz, like bosing, do'stlaringiz va qo'ni-qo'shnilaringiz bilan ulashing. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga, har bir ishlovchi pensionerga zarur. Biz birlashsak, bizni hech kim ota-ona, bobo momolaridan ajrata olmaydi, ularning pulini olib qo'ya olmaydi. Bu kanal sizning himoyangiz, sizning qalqoningiz. Men Rustam Nuriddinov pensionerlar huquqi uchun kurashaman. Siz yolg'iz emassiz. Xayr, aziz do'stlar, keyingi uchrashuvgacha.